Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun men sizlarga qanday qilib Word variantidagi testni telefondagi Android programmasi uchun moslashtirilgan assistent programmasiga moslashtirishni o'rgatmoqchiman. Bu uchun mana bizda test har xil ko'rinishda bo'lishi mumkin. Birinchi o'rinda biz testni jadval holiga keltirib olishimiz kerak. Biz bu uchun nima qilamiz? Birinchidan bu intervalni o'qib ko'ramiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Har 10 ta intervaldan keyin yangi savol boshlanar ekan. Keyin Ctrl A harfini bosamiz. Vstavka bo'limiga kirib, tablitsa, переобразовать tablitsaga kirib, 10 raqamni teramiz bu yerda. Demak, 543 ta savol bor ekan. Mana bu 543 savol tablitsaga keldi. Endi biz nima qilishimiz kerak? Assistent programmasiga savollarni bosh harfida so'roq, to'g'ri javobda plus, qolganida minus bo'lishi kerak. Shunga moslashtirib olamiz. Keraksiz joylarni olib tashlaymiz jadvalning ichidan. Keraksiz tablitsani qismlarini olib tashlaymiz. Yana ikkita bor. Oxirgisi olib tashladik. Keyin to'g'ri savolning boshiga vstavka главный bo'limdan mana shu joyga bossak, определить новый многоуровневый список degan joyga bosamiz va bu yerda so'roq belgisini qo'yamiz. Bu savolning boshiga hammasi so'roq qo'yib chiqdi. To'g'ri javob oldida plus bo'lishi kerak bizda. To'g'ri javob oldiga boramiz, plus belgisini qo'yamiz. Va noto'g'ri javobning oldida minus bo'lishi kerak. To'g'ri joyning oldida, demak, minus qo'yamiz. Va oxirgi katagimiz bo'sh bo'lishi kerak. Bitta bo'sh katag bo'lishi kerak. Mana bo'ldi. Bizlar uchun jadval tayyor bo'ldi. Keyin jadvaldan chiqishimiz kerak. Jadvaldan qanday chiqamiz? Market bo'limiga kiramiz. Переобразовать tekst qilamiz. Znak abzasda qilib OK'ni bosamiz. Shuni jadvaldan voz kechadi. Bu tayyor bo'ldi testimiz. Endi faylga kiramiz. Сохранить как bo'limiga kiramiz. O'zimiz uchun kerakli papkani tanlaymiz. Va tip fayl degan bo'limga kirib, обычный text degan joyni tanlaymiz va сохранitni bosamiz. Buni so'raydi, nima savol bersa, hay deb aytamiz. Tamam, bizga tayyor bo'ldi. Mana bu TXT formatda assistent programmasi bilan ochishimiz mumkin bemalol bitta savolni. Hech qanday muammo bo'lmaydi bunda. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Like bosishni unutmang va podpisatsiya qilishni ham unutmang.